Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom qizim. Yaxshi keldingmi? Oyijon, voy Dinozaxon, keluvmidingiz? Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Yaxshi keldingizmi? Oyijon, hamma ishlarimni qilib bo'ldim. Ketaversam bo'ladimi? Oyijon. Borib kelavering, bemalol qizim. Xo'p, oyijon, rahmat. Voy, oyijon, qayerga ketyaptilar keling? Kursdoshlari bilan o'tirishi bor ekan. Shahar ketyapti. Onda-sonda bir kelganimda ketaverar ekanlar-da. Yaxshi osh-ovqatlar yeb, mehmon bo'lib ketamanmi degandim. Sen meni ko'rgani kelgansan-ku. Keyin emas-ku. Men senga bugun shunaqa shirin ovqatlar tayyorlab beray yoki ovqatlanishga olib borib kelaman. Qizim, birpas o'tirsang bo'lardi. Qayerga shoshyapsan? Yo ona, kelaverdingmi sen ham? O'tirmaysan birpas. Aka kelgandim. O'tirdim, rahmat. Ona, keliningiz yo'qmidi? Qayerga ketdi o'zi, Nodiy? Bilasan-ku, kursdoshlari bilan o'tirishi bor edi, o'sha yoqqa ketgandik-ku. Menga qara, kecha singlim kelgan ekan. Men kursdoshlarim bilan yig'ilishga ketib bir safar bormasang bo'ladi-yu. Adasi o'zi bildingiz-ku, men uyushtirdim-ku. Bilmadim Dinozaxon kelishlarini adasi. Ha, ona, hozir bilganingni qilmaysanmi? Bola, nimaga baqir-chaqir qilyapsan? Tinchlikmi? Sizni hurmat qilmasa, singlimni hurmat qilmasa, nima bu o'zidan ketib qolgan bu keliningiz? Xotiningni hammaga o'zing talatib qo'yapsan-ku. Sen buni yonini olmasang, xotiningni hech kim hurmat qilmaydi, shuni bilib olgin. Erkak kishi shunaqangi muvozanatni ushlab turish kerak. Ona ham xafa bo'lmasin, singling ham xafa bo'lmasin, ayoling ham xafa bo'lmasin. Qisqasi aytganda, siz ham kuymasin, ko'p ham kuymasin.